Yana 1-0. Yana hakamga murojaat. Hozir Barselona futbolchilari indamay qo'yishi kerak, chunki buni kompyuter hal qiladi. Grafika bor, chiziq chiziladi. Asabni bunga ketkazishdan foyda yo'q. So'rayapti, qarang. Jud hakamning yoniga borib so'rayapti. Bormi yo'qmi ofsayd deb. Hakam bor ketaver dedi. Hozircha noma'lum. Biz birinchi ko'rishimiz mumkin, lekin bu 100% ko'rsatib bermaydi. Taxminan. Qani? Menimcha yo'q bu yerda. O mana u yerda chap qanotda Balde qolib ketdi. Bunisi endi Madridning toza golda bo'lish ehtimoli juda ham katta. Yana Voysixshesni Mbappening yurishini to'xtata olmadi, oyoqlari bilan qaytarishga harakat qildi. Ozgina tegib ketgan bo'lsa ham yo'nalish o'zgarmadi unchalik. Kilian La Ligada 16-gol barcha musobaqalarda. Yana var deja-vu, sug'ur kuni qanday atasangiz ham, lekin bu safar natija boshqacha. Kilian 11-golni rasmiylashtirdi. Ofsayd yo'q. Barselona yana shu qopqoniga tushirishga harakat qildi. Mbappeni bir marta o'xshadi, ikkinchi marta o'xshamadi.